Namanganda so'nggi qo'ng'iroq bayramida qizlarning sochi yonib ketdi. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi yangiliklar bilan bo'lishamiz. Namangan viloyatidagi maktablarning birida gaz to'ldirilgan sharlar portlab, qizlarning sochi yongani aks etgan video tarqaldi. Viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi holat yuzasidan ma'lumot berdi. Mehnat kodeksiga ko'ra o'z vazifasiga sovuqqonlik bilan qaragan, tashkilotda o'rnatilgan ichki mehnat tartib-qoidalarini qo'pol ravishda buzganligi, o'ziga yuklatilgan lavozim vazifalarini lozim darajada bajarmagan va bir qator kamchiliklarga yo'l qo'ygani uchun Chortoq tumanidagi 48-umumta'lim maktab direktori bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilindi. Shuningdek, muassasaning ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarlari va sinf rahbariga nisbatan tegishli intizomiy jazo choralari qo'llanildi. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.